Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hurmatli kanalimiz a'zolari va kuzatuvchilar. Qur'on Mo'jiza kanalimizda bugungi mavzuyimiz osmonlar va yer o'rtasidagi narsalarning yaratilishi haqida bo'ladi. Kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga a'zo bo'lishingizni va like tugmasini bosishingizni so'rab qolamiz. Biz esa bugungi mavzumizni boshladik. Qur'onda yer, osmonlar va ularning o'rtasidagi narsalarning yaratilishiga oid ko'plab oyatlar mavjud. Ulardan biz osmonlar va yerni hamda ularning o'rtasidagi narsalarni faqat haq hikmat bilan yaratdik. Qiyomat ham shaksiz keluvchidir. Bas shunday ekan, johillarning aziyatlariga sabr qiling va ularni chiroyli yuz o'girish bilan tark eting. Hijr surasi 85-oyat. Osmonlardagi, yerdagi va ularning orasidagi hamda zamin ostidagi bor narsa unikidir. Taho surasi 6-oyat. Biz osmon va yerni hamda ularning orasidagi narsalarni shunchaki o'ynab behuda yaratganimiz yo'q. Anbiyo surasi 16-oyat. Olimlarning aniqlashicha, avvalo issiq gaz massasining zichligi ortib ketgan. Bu massa keyinroq galaktik materiya va yanada keyinroq yulduz va sayyoralar hosil qiluvchi kichikroq qismlarga bo'linib ketgan. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, yer va uning atrofidagi yulduzlarning barchasi yaxlit gazli jismdan ajralib chiqqan qismlardir. Mana shu qismlardan ba'zilari quyosh va sayyoralarni hosil qildi. Shu tahlilda ko'plab quyoshli sistemalar hamda galaktikalar paydo bo'ldi. Mazkur videolarimizning oldingi mavzularida yoritib berganimizdek, koinot avvalo ratq birlashgan, qo'shilgan, o'zaro bog'langan holatda edi. So'ng fataqa qismlarga ajratilgan holatga keldi. Qur'onda koinotning paydo bo'lishi juda mos so'zlar bilan va shunday usulda tasvirlanganki, ularni ilmiy asoslar ham tasdiqlaydi. Har bir bo'linish arafasida samoda shakllanayotgan yangi asosiy jismlar tashqarisida bir qancha zarralar qolgan. Bu ortiqcha zarralar yulduzlar aro galaktik materiyalar degan ilmiy nom olgan. Yulduzlar aro materiya 60% vodorod, 38% geliy va 2% boshqa elementlardan iborat. Yulduzlar aro materiyaning 99% yulduzlar aro gazdan, 1% esa yulduzlar aro changdan iborat. Bu chang juda kichik diametri 0,1 dan 0,1 mm gacha bo'lgan og'ir elementli zarralardan tashkil topgan. Olimlar bu moddalarga astrofizik o'lchamlar nuqtai nazaridan juda ahamiyatli deb qarashadi. Bu moddalar shunchalik maydaki, ularga chang, tutun yoki gaz deb qarash maqsadga muvofiqdir. Ammo bu moddalar bir butun deb qaralsa, ular koinotdagi barcha galaktikalarning jami massasidan kattaroq massani hosil qiladi. Garchi yulduzlar aro galaktik materiyaning mavjudligi 1920-yilda kashf qilingan bo'lsa-da, bu zarralarning mavjudligiga 1400 yil oldin Qur'onda ma baynahuma, ular orasidagi narsalar deb tasvirlash orqali ularga alohida e'tibor qaratilgan edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.